Hi do'stlar, yaxshimisizlar? Ataganliginglar xayrli bo'lsin. Men bugun kunim qilmay sizlarga davomli so'ralib kelayotgan, do'stlarimiz davomli so'rab kelayotgan bir savolga javob berib keldim. Nurgul do'stlarimiz so'raydi, Aynurada siz badan holatingizni qanday mishda qilib saqlab keldingiz? Mush ishingizdimi yo urug' emas, yo semiz emas? Qanday diqqat qilasiz? Tamoqlaringizga qanday diqqat qilasiz? Deganlik. Men bugun sizlarga ataganlik tamog'imni qanday iste'mol qilaman, nimalarni yeyman degan to'g'risida sizlarga bir qisqa film ta'rif etmoqchi. Diqqatinglar menda bo'lsin. Mana bugungi atganlik nashligimni uyimda bor bo'lgan o'zimga odat qilgan yemekliklarim bilan tayyorladim do'stlar. Qizim yaxshi ko'radigan meva va sut, qaymoqlarni qizimga tayyorladim. Bugun tuxum qilishni unutib qoldim. O'zimga bo'lsa bir istakan qora qahvaga sut aralashtirib nati qilib tayyorladim. Undan keyin o'zim eng yaxshi ko'radigan sayko'ktat, meva va quruq yemishlarni aralashtirib go'sht tayyorladim. Buni faqat qizim faqat ishchamaydi, uning ayrim o'zimga ayrim tayyorladim. Bu go'shtninki ichishni ham o'zimga pek uzun bo'ldi, o'zimga odat qilib oldim. Bundaq meva ko'ktatlarning suyini ichishni shundaqmi yaxshi ko'rdim. Endi xizmatga oldirgan vaqtlarda 5 minutlik vaqtimizni chiqarib bu xil ko'ktat suyini o'zimizga hamroh qilib olsak, bir kunlik mushbatimizga ehtiyoj bo'lgan meva va ko'ktat, quruq yemishlar qarta ehtiyojini to'liq qamday oladiganmiz. Qavziyat bo'lmaydiganmiz. Davomli ichib bergan vaqtda mush qavziyatga alohida manfaat qila oladigan do'stlar. Men shunchaki yaxshi unumini ko'rdim. Men musiqada do'yin ko'rib ketib etib, bizning bir do'stimiz bazaq saqan bir qahvani ichib qoldim-da. Men o'zim qahva havasdori. Shunchaki yaxshi ko'raman. Har xil qahvalarni ipaman. Shuning orasida bular ishlab chiqargan bo'lgan keyin qo'llash ustidan. Men bir setib olay, deb setib olgandim. Men 4 qop setib oldim. 4 qopni birini setib oldim. Qo'llash bo'lganda 5 qop setib yurguncha 4 qopni setib olaydi. Setib olib ko'rdim, shunday yaxshi ekan. Bir qopning ichidan 7 qop chiqqan. Ko'rganlarda mana men 3 xaltani ichib bo'ldim. Hozir 4 xalta bor. 3 xaltani ichib shunchaki yaxshi ko'rdim. Masalan, tashqarida qoplar bo'lsin, shunchaki sifatli yaxshi chiqib turdi. Mening eng yaxshi ko'rganim nima bo'lgan vaqtda bu suv bilan to'q kafeyi. Shundan balki undan boshqa narsa yo'q. Sizlarga hozir bizga bunaqa chiqibgan. Reklam qulaylik chiqarib turganlar. Qalaymagan tarkib bo'lmagan bu sap qora qahvani pek yaxshi ko'rdim do'stlar. O'zimning yaxshi ko'rganligimdan sizlarga bugun alohida tavsiya qilib ketdim. Bir qop setib olsanglar 49.9 mo'ga har bir xaltasi 7.1 mo'sh pon to'xtaydi. Masalan, 2 qopdan 4 qopdan ma'osh, masalan 4 qopdan setib olsanglar 1 qop 39.9 mo'dan, uningga har bir xaltasi 5.7 mo'dan to'xtaydi. Jumo shunchalik qulaylik. Mendek tuyuqsiz qahva ichib ketganda sumkadan apli ichib olganga shunchalik aplik shunday yaxshi laylanibdi. Shunday qulaylikga ajoyib yaxshi ko'rdim. Shuning bilan o'zim tayyorlab olgan qahva. Navada ehtiyoj bor do'stlar bo'lsa, mening doim basbetim kirib, mazetish ko'zini kirib setib olsanglar bo'ldi va yoki mush basbetga chiqarib qo'ydim. Shu yerga kirib setib olsanglar bo'ldi do'stlar. Mening turmush prinsipim 1-2 kun hayajonlanib turmushimni tartiblashtirish emas, izchil turda oddiy ishni kunda izchil qilish, izchil tartibli turmush odatini ichida yashash, yemak-ichmakka alohida diqqat qilish, amal bor uyda 3 vaqt tomoq yeyish, pokiz, tartibli muhit. Shunday bo'lgan vaqtda bizni kundan kunga shunchaki yaxshi qilganda oddiy ishni takror qilish, takror qilgan ishni astoydil izchil qilish. Unda bo'lsa do'stlar, bugungi vlogimizni oxirlashdik. Kelar qatimliq vlogimizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.